Rolli akalar ikki tomonlama aqayam bemalol ko'radi. Motorlari 3 kilovat, 1,5 ming оборот, alyuminiy 170 tokkacha bemalol ishlayveradi. Pastokka ham ishlayveradi. Agar kimga qiziq bo'lsa, mana shunaqa shalkalar izlab yurishgan bo'lsalar, bemalol qo'ng'iroq qilsa, inshaalloh yetkazib beramiz akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa o'zimizning mashinamizni olib kelib berdik. Dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi akalar. Narxlarini chiroyli qilib hamyonbop qilib beramiz. Manzilimiz Qo'qon shahri, Afg'onbog'. Biz hozir Marhamatga dastavka qilib olib keldik, 4 ta meshalkamiz.